Assalomu alaykum Okean televiziyasining aziz ko'ruvchilar. Diyorimiz san'at osmonida chaqnagan cho'lponlar bilan ko'ruvchilarni eng yaqin oraliqda uchrashtirib, ular bilan sirdishni maqsad qilgan Cho'lpon keldi programmamiz bugun yip-yangi qiyofatda sizlar bilan yuz ko'rishmoqchi. Programmamizni yoqtirib ko'rdiganligingizga ishonamiz. Ham shundoq bo'lishiga biz zo'r darajada tirishchilik ko'rsatamiz. Riyosatchi Nurali Hasan sizlar uchun jon dili bilan xizmat qildi. Xo'sh, bugungi To'yinsan programmamizda naq maydon kelgan cho'lponimiz kimdi deb ekran oldidagi ko'rmanlar ham emas, balki naq maydondagi tomoshabinlarimiz ham bak qiziqyotdi deyman. Shundaymi balla? Shunday. Unda xo'sh u kimdi? Bo'ldi, taqozo qilmayman deyaveray. U o'z bak go'zal. Özünün lərzan usulları bilan xalqning ko'nglini mayil qilib kelgan Uyg'ur usulchilik san'atida chaqnagan cho'lpon, güzel cho'lpon Mayra Ahmad. Sanimizga marhamat. Assalomu alaykum. Sanimizga xush kelibsiz. Birinchidan, bizdan saniga kelgan har qanday bir odam qo'rquv kelmaydi, lekin siz qo'rquvlanib uningga mayli shundami bo'la? Sizden başka artık ne talep qilmaymiz. Programımızda başlashdan avval sizning bir usulingizni ko'rib olsak. Bo'ldi? Bo'lamda? Masala yo'q. Böküştük ma'qul deb aytdingizmi? Maylimi? Bo'lamda valla. Unda bo'lsa, sanimiz siz qoldi. Ma'qul. Gülüm gül yar emes mu vay bağım gülzar emes mu Gülüm gül yar emes mu vay bağım gülzar emes Hüsnü yaman digerler özü veyran emes mu Gül yar kan vay boylarım zar Hüsnü yaman digerler özü veyran emes mu Gül yar kan vay boylarım zat bayda Söze dumma keygelle vay satanni dallası gelle Söze dumma keygelle vay satanni dallası Ayda şılda kep uyuva Jürek bağını ezgelle Gül yar kan vay boylarım zarlayda Ayda şılda kep uyuva Jürek bağını ezgelle Gül yar kan vay boylarım zarlayda Rahmat. Bak hoş olduk rahmat. Merhamet. Bak hoş olduk Mayraca. Köpçülüknün hammasi bir yerdə o'tirgan tomoshabinlar bo'lsin, ekran oldidagi ko'rmanlarimiz bo'lsin. Sizning shu usullaringizga bak amroq hammasi mening bilishimcha. Men shu shuning ichida. Usulingizga amroq bo'lishdan sirt yana sizning turmushga tikishlarga qiziqimizga deyman. Shundaymi? Shu to'g'risida ozroq so'zlab beramsiz. Masalan, oilangiz to'g'risida, kichik babaq vaqtlaringizdan tortib hozirga ulashgacha. Ben intayin adli sadda bir ailenin balası. Anadolu'daki bizden mina amdi uruk avladımızda ertesi yok. Ben birden bir çıkıp kalgan amdi. Çünkü özüm yaxşı görüp makesini. Bu pek okşayım, ben şu. Amdi nurga vaqtda aslında artistlardan birinchi boshdan so'raydigan atangizni mush kasb qilamdi yoki bo'lmasa aslında xudaylik atanimizning kasbini davomlashtirib apmangandek esa so'raydi-ku. Ammo bizning ota-onamdan sirt urug' avlodimizni burungi cho'nglardan tutibmi, faqat yo'q bu sohada. Ammo shu men o'zim kichigimdilam 4-5 yosh vaqtdan boshlab qiziqatdim-ku.
ishdan sirtqi sinflarda o'rganib san'at maktabining. Usulmi yoki boshqa san'at sazkar xil. Usulda 5-da hamda o'ydiklarning o'ylig'ini ham bir qiz olganligida ustuxonlar chiroyliroq bo'lsin, ham o'zini tutishni o'qisin deb bergan meni. Qiziqqandiki bo'pti. Ammo kasb qildi deb o'ylamgan. Shu ishdan sirtqi san'at maktabining shanba-shanba sinflarda o'qib yurib, yaxshi ko'rib qoldim, yaxshi ko'rib shu 11 yosh vaqtimda bizning usul peshvarimiz, Uyg'ur usulchilig'ining usul peshvasi Xalchamsiq apayimiz Beijingda o'qish tarbiyalayotgan deb boshlang'ich 5-sinfda o'qiyotgan vaqtimda sinflarga kirib tanlab imtihon beramsiz, usulni yaxshi ko'ramsiz deb shuni bilan bu apayning sinfiga, Xalcham apayning sinfiga imtihon berib shu Beijingda o'qidim 4 yil. O'qish bitirib 15 yoshda xizmatga chiqqan. Avval aldı bilan shu Beijingda, asli Beijingda xizmat qilib qolgan. Men Beijing Naqshsul opera teatriga, Jungo Naqshsul opera teatriga qilib, andan kichik bo'lgandan keyin tomoqni qiynaldik ekanmiz. Undan keyin u yerda bizni italasiz. Endi itimiz bizcha 4 saboqdash billatdiq. 2 qiz 2 o'g'ilda. 2 qiz bek kichik ham, 2 o'g'il bizdan sal cho'ngroq ulayliqi xurushlarni akirib berdi. Biz ikkimiz kun yeydiganimiz gampan. Şu narsalarni qilib 15 yosh vaqtimizda ishlab shuni bilan bir 4 oy ishladim ekan. Uydiklar eng yaxshisi qiz bola otasini qijatimiz bo'lmaydi balam. Uni ustiga hamda o'zingiz asosligi hamda Uyg'urcha usulni bak yaxshi ko'rsiz, ham shu usulingizni taraqqiy qildirma deb o'ylagandan eng yaxshisi o'zimizning yurtga qaytib kelganda shu ishlab Beijingda ishlab 4 oydan keyin qaytib kelgan. Kep shubiti shu san'at yurti Naqshsulumga ishlayapman hozirgacha. Hamda turmush oila jihatga kelsak, hozir bir o'g'lim bor. 4,5 yoshga kirdi. O'qimaydi ekanman juma. O'g'lim 4,5 yoshga kirdi. Yo'ldoshim saqchi, xizmat sal aldirash. Yaxshi, bir baxtli oilam bor. Ko'z tegmasin. Menda bir savol tug'ildi. Siz Uyg'urcha usuldan boshqa usullarni faqat o'ynayapsiz? Yo'q, bizga Beijingda shu o'rganganimiz Jungo har millat usuli, millatlar usulini o'rgangan. Masalan, Tayzuchi deymiz, Chaosian, Zhangzu, Mongolcha, Zhangzucha, hatta Xanzlarning bir Huagudan deydigan usullari bo'ldi. Ashlardan tutib hammani o'rgangan. Ammo endi bizni Xalcham apayning beshida o'ylaganda bu bolalar cho'qinmish Beijingda qolib qoldi. Mishada har millatnikini o'ynagan, o'znikini o'ynaganisi har millatning usullarini o'rgansa, amri mayadimi, o'maklarda yaxshiroq o'rin tiklab ishlay oladi deb o'ylab bizni ashunda o'rgatgan. Hammani shunda nima deymiz, sistemlik o'rgatgan. Shu Beijingdagi eng tangliq o'qituvchilarni taklif qilib akab, ashunda dars o'tgan. Ammo endi qandiki masalachi. Shu yana yig'ishtirib akelsa, yana men boshqa millatnikini o'ynaymiz deymiz. O'zimizning millatining usuliga yetmaydi. Muzikani anglaganki odamning ichidan tepadigan hissiyatni o'xshamaydi-ku. Shunga shu yana unisi u Beijingdagi idoramizni kiriblam, biz haqiqatan kasbni yaxshi bitgan apayni o'quvchilarcha ham Xalchamsiq apayning shu o'qish tarbiyalash intayin hamda qo'l qo'ydi apayga. Zolimda olim chiqdi deb. Hamma o'quvchilarcha pek yaxshi bitgan. Ashunda yaxshi bitasekmi, biz endi chiroy jihatda, ishkir tarafda anchalik ularning usullariga tushunganki, opera teatr o'ynagandan keyin biz shu Jungoning eng dangliq teatrlarini o'ynaymizda, Xanzuchi obrazlar bor uningda. Uningga bizning chiroylarimiz tushmagandan keyin xuddi chet ellik Jungochisi o'ynayotgandek bo'ldi-ki, bularni qo'yayli deb biz necha qitim uyalarni qo'yib qilgandan keyin shuni bilan bo'llar bu yer bekor yurib ketgandekmiz, yana Shinjongga ketaylik deb. Shu men avval qaytib keldim, keyindan 2 savodishim tan qaytib keldi. Hozir hammamiz hamda shu Shinjongda o'z oldimizga xili yaxshi ishlab ketib boramiz, qaytib kelganlarimiz. Yana bir so'raydiganim, siz usul jihatlam emas, aktyorlik jihatdami xili talantingiz bor deyman. Nurg'on filmlarda ko'rdik. Aktyorlikqa endi talantmi deb ketgil bo'lmaydi, qiziqma. Eng oldi bilan fursat kelgan menchu, masalan men o'qish bitirib qaytib kelib, idora bir mazgil artistga ancha ehtiyoj yo'q vaqtlar keldi san'at yurt Naqshsulumniki. Shunda kuchli bir artist kollektivi bor. Bizdek menda bek kichik artistlarga o'chal ancha ehtiyoj yo'q vaqt bo'lganligi uchun idarada ancha ishim yo'q yurib ketdim men. 4 yilda xizmat saqladim. Shu jarayonda filmlar, artist tanlab idoralarga kelib o'qib, men kichik qiz bo'lgan-ku, nima qilib baqsin, eng burun endi e'longa chiqdim. Birinchi ekran ko'ringanim shu bir axloqlarda bir chash so'pining e'loniga chiqqan. Shundan keyin endi
Məsələn, rejissorlar deyimiz, yoki sənət sahəsindəkilər şu televizorda ko'rgandan keyin, "Hay, bunda bir qiz bor ekan, ash qizni shiltib boqamdiq, yo kepirliqi rolab sinab boqsinmi?" deb, shu orqali shu inondan keyin eng burun Sherzodkan bilan qiz o'qigan Sherzod Yaqubkash bilan muqam ishlandik, 12 plastinka vaqalik bo'lib. Shuningga chiqdim. Inondan keyin bir Tantaq kino studiyasi bilan Bejino ishlagan bir 20 qismliq film batdi. Köp qismliq. Onunğamı şu idare bikavğaşqa mən tanınıb qap. Hay bopla idare bikav jügəndən berib kiləyçö dep şu işləş jarayanda özüm qiziqib, yaxşı görüb qaldım. Əmdə şu yerdə artistlərdən ügünüb, japırı ba. Biroq qilqi ko'ngillikkancho, shunga o'zimning kasbidan sirtmo agar janda sharoitim yer bersa, fursatlar bo'lsa, bunim tang apmansam bo'lgan deb orliqda shu 2004 chiqibdimi, filmga 2004dan keyin men 2005-yildan boshlab idorasal asosli hamda usullarning o'tirini o'ynashni boshladim 2005dan boshlab, menga fursat kelib turdi. Shu 2005dan keyin nurg'un yeni filmlar chiqdi, ammo shu filmlar bilan tang yana o'zimning kasbimni yaxshi fursatlar, masalan, usul musobaqasi deymiz, yoki bek muhim qatnashmasak bo'lmaydigan cho'ng tipdagi o'yinlar tang kelib qoldi. Unda vaqtda qandalimsa 11 yoshimdan boshlab o'rgangan kasbim usul bo'lgandan keyin, aning mardin kechib, meningga chiqqan usulni apmangan vaqtlarim bo'lib, arliq bir mezgil tashlanib qoldi. Bu aktyorlikçu taşınıp qap əmdə 2013-cü il amma pul degan şunday narsa deganni işlaganda bunun degan qaytadan mayra chiqamdi, mayra chiqsinmi deblam shu yana uzoq xildi bu ham filmlarga chiqmag'li deb əmdi usul sahəsini özəmsəl bir natijadan xalqlar oy menda bir usulchi qiz batdi, amgar ismimni uqmusmi? Voy, mishlar bir usulchi qizimiz batdi, usulchi qizmi nima? Amma degidek bo'lganda yana menga kino sahəsidan fursat bo'ldi. O'zim shunda xo'sh bo'ldim, hayajonlandim. Endi hozirmi yana 50 qism ishlayapmiz, Atar Zosi deb. Shu filmni hozir ko'rishga avatqili 2 oydan oshdi hozir. 3 oy bo'lib qolay dedi. Baş rolda Abdulla Abdurim akamiz bilan Xayrgul Asadimiz. Qongokanda e'lonni aldım degan xabar beraylik. Shu film qatnashyaptim, Barna obrazini yaratdim. Qag'in Xudoyim bersa, ikkinchi oyda Chag'anning oldikenda bu film televizorda qo'yildi. Muborak olsun. Shu filmni, hozir 50 qism filmni ishlashdan burunmi Ishqirning bir filmdan kelgandichu. Kelgandi, o'zim o'ylab, bu usulchi qizning kitti obrazda, o'zimning rost usul kasbimni qila olaydim-da. Ammo uni xiyomda 50 qism filmni kuniga 2 qismdan qo'ysam, bir oy ko'rdik-a, butun xalq, butun Shinjon Uyg'ur xalqi ko'rdik-a. Mush sabab bir aktyorlik sahəsində mazaq təsir dairəm bo'lib qolsa ajab emas deb mush film tanlab mushdan qatnashyapman. O'zingiz aktyorlik jihatdan mening bek talentim bor deb o'ylamsiz? Masalan, men alaydirak deb o'ylamsiz? Yo'q. Mishqa? Meniki shunday his qildim. Shundaymi? Ha. Ekranlar ko'rgan vaqtimda. Men o'zimga unda bek ishonmayman. Men bek ishondim lekin. Yo'q, ilqi ish qilib qandamsiz o'zimning ilqi sistemlik o'rgangan kasb bo'lmagandan keyin biz yana ishdan sirtqida uningga. Men endi obraz tushdi, va yo'qmiz mayra olib ketalaydi deb chiqarib qo'ysimi, yana adam bir yerlardan ba'zanda rost gapsam nurg'un vaqtlarcha tatnib qolma. Chunki atrofimdagimiz kasbiy artistlar bo'lgandan keyin qanday bo'lib qolganda deb ilqlarning rolag'iga qarab masligim kelib, men shuni olalayotganmanmi, cho'qim bo'lmayotdi, balki menda izzat atib bo'lmadi deyamayotdi deb ashunda turib o'ynayman-dichu. Biroq endi ilqi u bir rolni biz necha maydon qilib olgandan keyin eng oxirida bular kirishtirganda, eng yaxshisini kirishtirgandan keyin televizorlarda yo kinoxonalarga kirib ko'rganda adam o'zini o'zi xo'sh bo'lib qolgan, voy mushunchalik o'ynay oldimmi debchi. Talant deb bo'g'li bo'lmaydi, biroq endi shu fursatni ching tutib, o'z o'gangidek endi shu kasbiy artistlar o'gangidek yo's o'ginib olib ketalyapti. Anadagi yana bir so'raydiganim, men tunugunni men misol qilay, tunugun televizor ko'rib boqay deb tezginak qulam qilib bunda açsam siz e'londa yo'tkab boshqa kanal ko'rachi, yo'tkazsam yana siz. Yo'tkazsam uchinchisimi siz. Necha e'lon chiqdingiz? Uni buni qo'yib, jing gapni so'ray. Rostga qilayman. 15 yoshdan boshlab chiqildigan 30-yilga chiqqan. Ba'zilarning materiallarini topaldim, ba'zilarini topamdim. O'zimcha o'yib patpat ishim yo'q vaqtlar o'tirib, ilqam burunqi narsalarni ko'smadan bir aslimichu. No, axtirib ko'rib qo'ymayman shu bandima debchi. Mesela kichikdima, girim qilmayli chiqatdiqa saknalarga deb. Masalan, tunji e'lonimda shuna girim yo'q chiqatgan. Oppoq vaqtimizda 15 yoshli bola kim girim qildi?
hozirgi vaqtlarimiz qarshi uyab yepib bulamay. Shu ko'rib o'zimni xo'shib qolmay, hech bo'lmaganda ekranlarda uzilib qolmay chiqib turibdi-ma, ko'rinib turibdi-ma deb. Ham usulchiga ko'rinmak pek tasjo. Bizga davomli bundayliqi sahna hozirlanib bo'lmaydi. Cho'qim idoraning o'yinlari bo'lsa, va yoki ashuna cho'ng'iliqi zallarda uyon qo'ygan vaqtda shu sahnaga chiqqan vaqtimizda tomoshabinning 5 minut eshibga ya 6 minut esida qolamiz. Sahnadan tushimiz haq unutib qoldi nurg'un vaqtda. Ham usulchim bekchiq. Ham cho'qim masalan shu bek jafo mushaqqatga chidab biraz əmdi azraq göz görünəydi desa biraz asan emasçu. Şuna mənim şu elanlarga çıxıb turubmu, şu ekranlarda görünüb turğunummu nurğun əmdi faydası boldu deb qarayman. Xo'sh, unda bo'lsa hozir qaytib kelaylik. Hozirgi xizmatingiz jafoliqmi yo qanday? Hozir əmdi burunqi shu tatqan masalan 20 to'ydan burunqi vaqtlarda masalan men kunda hech bo'lmaganda 10 net soat zalda bo'ldim. Kunda da mashq qilib, bun qilib. Shu chaqlarda jafayis qildim. Pek jafayis hatta yig'lab ketdim zalda o'tiribchu. Atrofimdagilar tang tushtirim chikit bordi, tomoq yeymiz deb do'stim bilan ko'rishim bozorga chiqib, men nima zalda yuramdan deb shunda ko'nglim yerim ketib o'tirib yig'lab ketdim, mashq qayg'imni tutibchu. Ama hozir bo'lganda mencha mushu deb etdi-ku, haqiqiy bo'lganda boshqalar, "Oy, musha bir usulchi qiz bor" degan yer kelgankin hozir azroq o'zim shuni Allohdin ko'rib, belki masalan idoralardan bir nomerlar bo'lsa, hamma nomerga savamaydi hozir. Amal bor, ba'zan nomerlar bo'lsa, bo'ldi sen qap tur. Asosliq yalar bo'lsa, yoki mesela bo'ldi, mening sen qatnashmay tursang bo'ldi, hozir hamdi burunqidek unda jafo yo'q deb o'ylayman. Biroq shu yana izchillikni saqlashim kerak. Ham meniki 8-oyda bir repetitsiya jarayonida tizim qarilib, lipakchi ketdi. Inangan tizimning bir 3-4 yerda mas'ul ko'rilib, mana hozirgacha abay usul o'ynab berdim. Balkim yayis qildinglar, qilmadinglar. Men usul o'ynamaly hozir 4 oy bo'lib qoldi. Shu 8-oy ishkisidan boshlab men usul o'ynab baqdim hozirgacha. Ham qurbayatda buncha bir vazifa bor, qurbayatga chiqamsiz deganti, ham buni butun xalq, Uyg'ur xalqi ko'rdigan narsa o'nkin deb, ham bak tasqiyinlik harakatlarni qilib ketamsam, mengib tushib ketsam, hesab shu sahnada deb chiqib hamda erkinkamning naqsi u yoqdan bu yoq mengib tushib ketdim. Ammo men mashq qilmaly, usul o'ynamaly hozir 4 oy bo'lib qoldi. Tizim hozir yaravermaydi. Biroq men cho'qim film tugagandan keyin tizimni qaytadan yana bir tekshirish qilib, vaqt chiqmadi ma film qatnash qilib. Shunga qaytadan bir tekshirish qilib, yaxshi asli kelgandan keyin yana usul kasbiga, jafoliq holatimga kirgitman. Rahmat. Hammalar shifolik tilaymiz, shunaqmi? Unda bo'lsa, programmamizdan yana bir o'tkuliga o'tib ketdik. Bu o'tkuli qanday o'tkazsangiz, ekran oldidagi ko'rinmalarınız, qo'llovchilaringiz, qisqasi mastanlaringiz bizga xat orqali yo'llagan azroq savollar bor. Sal xatarlik bo'lsin-ku, lekin astoydil javob berishingiz kerak. Albatta. Unda bo'lsa men so'rashni boshlayman. Birinchi savol. Siz necha yoshingizda to'y qilgan deydi? 24 yaş. Ya'ni 4 yilning oldida shundaymi? 5 yilning oldida. 29 demakchi. Men yishini o'qimoqchiman. 30 ga qoldim. Unda bo'lsa ma'qul. Ikkinchi savol. Siz bir necha kinolarda rol oldingiz ham ilvatsiz aktyorlikni yaxshi ko'ramsiz yoki jiqroq pul topay deb o'yladingizmi deydi? Aktyorlikdan jiq pul topqil bo'lmaydi. Uni bo'lmaydi deb men degan gapni qilib nashblar zada. Uni degan olmaydi. Uni degan so'd maxfiyatlik kirdi. Buni degan olmaydi. Endi pul tepish asos emas. Men hozirgacha masalan e'longa chiqdimday, filmga chiqdimday, u yo'ldan qo'ydimday, men pul tepishni asos qilgan qiz emas. Tunlush shundami? Ha? Tunlush. Ras. Cho'qim endi jafo tatgandan keyin ras jafo tatganga tushliq. Endi atanimiz nurg'un jafo mushaqqat bilan o'qitdi bizni. Ham mushkun kemak oson emas. Mushinchik bir ko'z ko'ringandan keyin endi u ozroq pulni deb bilan ishlab kelsak bo'lmaydi. Cho'qim shu xalqning qalbida o'rnilish maqsad. To'g'ri. Shular tunisa, shular e'tirof qilsa bo'ldi. Pul degan narsa azosim yetadi, jihosim yetadi, shukr qanoat. To'g'ri. Adam men bir savol so'ramay qolibman. Sizning yurtingiz qayerda? Yurtim men Urumchi tug'ilgan. Ha. Dadam kelpillik. Dadam kelpillik. Apam Urumchilik, o'zim Urumchi tug'ilgan. Ha, bilib oldim. Ma'qul. Unda bo'lsa yana 3-chi savolga o'tib ketdim. Siz turmushda qaysi ishni qilishni yaxshi ko'rsiz, qaysisini yaxshi ko'rmaysiz deydi. Qaysisini qilishni yaxshi ko'rsiz? Rostga qilsam oldirashchilik uchun bir maxsus vaqt chiqarib bir ishni qiladigan vaqtim yo'q, rasmiy.
Faqatlam. Vaqt chiqsa shu qiz oldigan nimishqa bozor cho'glaydi. Shu bozor cho'glaymiz, o'zimiz yasaymiz. Endi hozirgi vaqtlarda olsa vaqtim chiqsa amal babalamga amra olma. Chunki odatda men xizmat aldirachiligi biz sapayjiq chiqimiz emasmi? Men shaxsan balamni tug'iblam 2 oyda chiqib ketgan. Asli hukumatning bergan damasim 4 oy oldi-ku, 4 ay. Men endi shu ma aram bir mush o'rin kelganda necha oy damabla yo'qlab ketmay deb qarsam idoradan ish olib chaqirdi. Shu bit ish chiqib ketdim men. Bir ay sapay chiqib kelsam balam bir cho'ng olib qoldi, yana bir ay chiqib kirsam yana lang'i cho'ng olib qoldi. Ota-onamni beqibchi u balni yo'lchim o'zi xizmat bu yerda emas yo'lchim Shinjinda endi. Shunda olganki shu ish ko'ydagi cho'nglar beqib qolgankin hozir bo'lganda endi bal cho'ng olib 4 yermiz asli shuni sen yeni ishlamsa yeni ilojga borasan. Kundashda dedi, kun balam nega apa deb. Balam kino ishtigil batmi. Yeni o kino degan gap quloq kirmay, yeni ila ishtigil bayamcha debchi. Asna olganki balım hozir ana mehrin talab qildigan vaqt o'pdi. Uqda asli shuni uqdigan vaqt kelgankin, shun hozir vaqtim chiqsam amal balam qamravib, ashbalni chiqib o'ynatib, uyda ishimiz tang qo'nchaq ko'z tang ko'rmay o'tirib ashkuy bilan. Ashkuy bilan. Kuy bilan deb o'g'ilgankin akiltib. Ismini so'rab baqsanlarmi? Nadir. Nadir? Nadir nima? Akbar. Nadir Akbar. Ha, ko'z tegmisin. Chavak. Unda qolsa yana keyingi savolga o'tib ketdim. Kasbingizga yo'ldoshingiz qanday qaraydi deydi. Yo'ldoshim qo'llaydi. Ya, qo'llaydi, lekin ba'zan bir ishlarni o'qimoqchi deb bizamda. Masalan, kino ishlayman deb u yoq bu yoq mang'diga vaqtladim. Nima ko'rsa? Endi erkish o'g'andikin faqatli kar yo'q chiqib ketdi, desa to'g'ri bo'lmaydi. Shu. Men bo'lsam shunday qilman shu. Ya, to'g'ri bo'lmaydi u. Erkish o'g'andik uyda o'tda deydi shu. Bak ishlab ketmasin deydi, biroq gap olmay ketavergansiz. Yo'q, anglayman. Oyliqi qilishimningki natijasini ko'rayotgandikin. Men o'zimmi endi rostga qilsam, xili hammishni diqqat qilib turib, mencha chiqish tegishli narsa chiqaman. Agar rost yo'ldoshim xapoqdak qabul qilamag'dek narsalar olsa men amalba undan narsaga qatnashmayman, ham chiqmayman. Shunda olgandan u menga ishongandikin, men mendamda ishim bor deb o'rlashtirgan bo'lsam, mayli deydi, biroq shu vaqtingiz bo'lsa balg'am ravlon qaytib kelib, balbajimi uyda deb qo'ydi shu. Ishib kelsa deydigan gap shu uyda balbajimi deb qo'ydi, ham qag'inga men xili qo'llaydi. Endi nurg'a odam deydi, soqchi bo'lsa qanda qo'llamdi, to'g'ri tushunamdi deydi. To'g'ri tushunda endi oldi bilan aytsak, shu mening artistligimni bilib biz muhabbatlashgan. Shunda ham artistligimni bilgandikin. Shu artistligimni bilgandikin, men omishda yurayotgan vaqtdan tutmishda aldirach ishlab yurgandikin, cho'qim mencha u to'y qilishdan burun ideyasi tayyorlik qilgan bo'lishi mumkin. Shunga hozirgacha ham bizning o'tirimizda unda bek kasb to'g'riliq qabul shu andamda ishlam bo'lib baxmdi asosan qo'llaydi. Lekin shu natijasini ko'rgichi bo'lgan orliqda sal shunda ishlab olganda. Ya. Shu xapoga vaqtlam to'xtab turing, kinoxon boraylik, kinorimni ko'ring deb kino ko'rib qolgandim. Amma senga o'tganda ishlangan Abdukarim Komilov bilan ishlangan pul degan shundaq narsa. Shu filmda Mehmetcha Ro'z Said akamiz bilan muhabbat bo'lib chiqdinglar-ku. Shuni ko'rgan vaqtda qapoq turib ko'rdimmi yoki kelib turib ko'rdimmi? Qanday qardi? Bizlar yaxshi ko'rayotgan. Mana Bizlar yaxshi ko'rayotgan shu oxirlarga kapsal qapoq turildi. Qapoq turildi, amma endi bu bo'g'ashsa endi qanday qildim? Ya bir bu bo'g'ash rost bo'g'ashmasa filmda u tushundi, bu yag'an rol olatdi deb tushundi endi. Bek xaplaydi-sa, amal yo'q shu. Endi xapamaydi-sa, teshik azroq chiqib qoldi. Chiroyli-chi. Shu ashunda kinoxon deyilib chiqdi. Shu odat uyda. Bu hozir ishlayotgan Ot Arzusi degan filmda yana shunday muhabbat ko'rinishlarmi yoki qanday? Buningda endi shu, buningda ashunda. Buningda endi yo'ldoshimmi biz muhabbatlashib keyin to'y qilib yo'ldoshim bor, asna chiqamiz endi. Bunim shu chiqishdan burun avval ham birinchi o'p shu yo'ldoshimga maslahatlab, ham shuna ayol olib chiqdi ekanman boshqalarningki. Qanday bo'ladi desam, endi sal 2-3 kun to'xtab qoldi javob bermadi. Ankayindan qarsam ishqirning film kelganda shu bilan, "Ams ishqirniki chiqaymi-ya?"
Onun maptım yok ki. Haksız. Anığı çıkayım mı, manığı anığı çıkayım mı, manığı mı sen? Onunğa çıqqanda özümüzge çıxmamsız degan şu bir ağız gepini tutulmaqlı çıqay. Sen şu petla mende şu. Çıktım ben hazır məmdi yoldaşım hazır özü yeni qaytı uçaq Ürümçetdi ma filmni başlaganda. Hazır qaytıp ketdi şunda yeni şunda qollab künde telefonlaşıp turatımız. Qanda bo'patdı, işleriniz yaxshi bo'patmdı deb. Bək çıxmı sözləb gəmdim işini aç çıxmaydı. To'g'rilab. Yaxshi qolaydı. Maqul. Şu demişim amdelik mening shaxsiy o'zimning o'ylig'im amdelik chet ellik artistlar bilan o'zimizni ashta silishtirsak, ya o'rib odatimiz sabablikmi yoki ashunda yo'q biroq amdi bunday yarvachu masalan chet ellik artist deymiz ishqirni artistlar deymiz ularninki amdi ma ko'rinish jihatda masalan mayli muhabbatlashsin er xotin bo'lsin nurg'un jihatda bek chekmaga uchirmaydi bularchu. Mesela nurgun yerler ba, ekran çıkıyvas bulduğan, mesela bek turmuşluk aşırı etken yerler ba. Ama biz Uygurların örpadek taqaşqanlık üçün biz herkes onda qılmayımız. Onda iş bomğalık üçün şunu yoldaş xatıracağım. Bu bərber şu onda bombaydı Uygurların filmi de işqanda er qancha osmu amal batik işki er xotun bir ögüme kirip qalmaydı, işini yapıp şu derece diqqat qandiken. Şuna mence yolduşumu onda bek xapop yakomuz, onda guman qıpmı nim qıman buluş mümkün. Bence bu mu milletimizden bir isil faziletken cuma deb o'ylab qoldim men. Ba'zan ishlarni men kasb bo'lsa bek oshirib yetishga yana bo'lmaydi u. Uyg'urlarning ham ishib ketmaydi. Undan muhabbatlashdi degan narsani ekran ochiqdigan narsa hargiz ekranda emas turmushda shugu biz ham dipatiyat bilan hamda sharmaya bilan o'tgandikin unda ishib ketmaydi. Shuni xotirjam. To'g'ri. Rahmat. Unda bo'lsa yana keyingi savolga o'tib ketdim. 5-chi savol, siz qaysi tomoqni etishga usta, qaysisini etamaysiz dedi. Qaysi etamaysiz? Qazon qumi shakillaymiz. Etamaydigan tomoqim bekchi. Nimani o'qishdaman? Poloni o'qishdaman. Polo. Eng oson tomoq deydi apa. Tomoq yeganmi bolalarga? Berib keldim. Poloni o'qishdaman. Endi qolgan tomoqlar bo'ldi. Endi Yolçumu yaxşı gördüm aytganini. Özüm yaxşı görmə boldu. Iliq yan bir ko'rsam deb Koreyaning ko'p qismli kinosi shuningdek iliq Kumjudagi bir aqtim iliq tuzini jiqroq sevitib, bunda qilgan ishlar bo'lib qolganmi yoki? Men rost tuzini jiq sevitman. Tuzliqchi tuzini jiqroq samsam ketmay. Arqatda sal jiq ketibdi da qo'ydi. Amal yo'q yeydam da o'yib etgan tomoqchi bo'lgandikin. Biroq iliq apamning bek qo'l tatliqchi mening apam bek tomoqni o'qishdi. Shu ham kichigimizda shu xil tamlik tomoqni yeb o'rgangankin biz asakmi shunda chiqdi u tomoq hamda bek apamning oldiga aklamsammi apam aytgandek bo'lib ketmismi? Chiqib xali yomon emas aytgan tomoqning ta'mi bo'ldi. Shu hamda shu mantini ancha xemir pishmaydi, xemirchi bo'lmaydi shu mantini ancha ta'mayman shu. Moymoq, soymoq tomoq. Yo'q, moymoq, soymoq emas, iliq. Endi ko'pmaydi-ku. Ko'pmaydimda tamg'as to'xta qoldi. Qandoq qilsa ko'pa. Ben aşın bir aldırmay bir vaxtım çıqqanda ügünüp etmekçi için. Maqul yaxshi ügünüm. Onda olsa yana 6-cı sual. Siz eng yaxshi ko'radigan cho'lpon kim o dedi? Ay yaman sual kelma. Sa yaman ketdi bu. Mayli diyarimizdagi bo'lsin va mayli ham diyarimizga desam men ham yaxshi ko'radigan ham o'zim cho'qindigan shu ustozim Xalcham Sidiqatbay. Sirtchi. Sirtda bo'lsa Kraska yaqsam men anchalik undaq sirtning artistlariga bek cho'qinib yoki bek qiziqib undaq qilib ketmayman. Chunki ular biz bilan yaqin oraliqdagi odamlar emas. Shu. Shunga menchi men ular unda bek cho'qinib ketsam, nim qilamiz, ko'rishalamdoq ko'rishamaymiz. Ya bir bilib film chiqamdoq chiqmaymiz. Siz yashdagi qizlar Lady Gaga, Michael Jackson, Justin Bieber, o'tirib ko'rdigan narsani. Yo'q, men unda özümüzün diyardiki. Durus. Çolpanlarımızı yaxşı görme. Durus. Rahmat. Unda qolsa bu savollarım tugab qopdi. Endi naq maydondagi tomoshabinlarga bir fursat bersam, so'raydigan qanday savollaringlar bo'lsa, erkin azoda mana so'rasanlar bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Siz mush vaqtcha o'ynalgan filmlaringiz ichida rol olgan filmlaringizning ichida o'zingiz ichingizdan qiziqib eng yaxshi oynadım degan rolunuz qaysi? Yaman savol-ku. Endi pul degan shundan narsa mening rolim bek az. Onun uchun emdilik qizol artistlar o filmda ancha xomg'alik uchun meni xililiq, nima deymiz?
Xili iliq tomoshabinlarni esil qag'dak, gerçi rolim az olsunmu, xili uy mayra chiqibdi da belə xili kişilərni esil qag'dak rol avcı, ham obraz yaratdım anında. Amma ma filmdə hazır qatnışıyatqan Atarzusuda əmdi acaqdiki qarğanda hazır əmdi sel rolunu meliq vayğı yetkizoraq. Endikin mayl obraz bu onaliq mən bir doktorxana başlığının bir əkə, arzuluq bir qızcı, birli qız əmdi öydə, yasançıqraq, andamda aşında əmdi. Şuna oğankin manında ilqi anınğa baqqanda mening rolum mıcıq, 50 qismda ilqi meydan sanımcıq rolumniki. Həm üzəmmi əmdi o çağıtki baqqanda manında xili pişib, sel əmdi gerçekten bek yaxşı kəsbi artistlərdək alamısammı, anınğa baqqanda manında rol elçimdə ilgirləş boldu, yaxşı yaratdım, obrazını dep oylayma, qağın əmdi. Köge vaqtda bilsiniz. Siz özünüz qanday his qildingiz? Siz qaysini yaxshi ko'radingiz? Shu pul degan shunaq narsa degan film. Mening ismim qog'ini shu. Amaliyotda uning mening rolim chiqamas, yig'ishtirib ekas bir 10 maydan chiqamdi, chiqmamdi. Lekin bek chin chiqqan. Shu uningdayliqi, uni shug'ullar asosida, eng asosiy qartisi 3 yil o'g'il olib, men birdan bir qiz olgandan keyin haqni esli bek qaptimi. Aşna buldu da mesela yeni kızartsadan ciğ koğamısın belki başka tamaş bulan diktim onun bunu çeçildim ben bir loğandikin şu tamaş bulanı istediler bekrek kaydım. Müşkütümlük ağan rolunuzun texim yaxşı ilişiniz dilektaşmaya rahmet. Rahmet. Dişlik bu mayrada. Müş sorab baxsam siz müşu kəsbini şuğulunish jarayonida uyingizdagilarni izchil qo'llab kelyaptimdi. Bak qo'llaydi uydagilar. Nima deymiz endi har qanday otani bolasini qo'llaydi, balasining xizmatini, kasbini qo'llaydi. Ammo mening ota-onamni men uchun bek jiq badal to'lgan mening kasbim uchun bo'lsin. Mayli men o'qigandan boshlab chiqib ta hozirgacha ilqi balning natijasini ko'rib ota-onam bek faxrlanib qo'shildi-ku. Shunga ashilqi ular anda qilgan siri men texim ilgirligim keldi. Shu mening ilgirligimni qarab bular teximni butun vujudi bilan aş bu silqi nima deymiz? Mushu abay deb aytdim-ku, balamning ota-onam baqudu asosan da. Men shu tamoq etishni abaydan unday jiq tamoqlar etamayman deganim shu asos opamdan uyuturman. Shular etidi, shularnikini yeyma, qochiyma, chiqibchi. Shu demakchi, endi amal ba, mush balam kasbiy jiqroq vaqtini sarf qilsin. Öyd bo'lsa armin yaxshi olsin deb. Burunlatdimmi, masalan, to'ydim burun vaqtlarimda masalan usul kechilik qildim. Shu vaqtlarda men ilqi 20 saat, 10 saat mesela keşte, keç saat, hatta şimdi vaqt 1-2'lerce zalda turğa vaqtlarım bolğan. Aşı vaqtımı apamdadam uyqusunu buzup keçinmey ağıl kevatqan, zallarını tazlap beriyatqan, çiraylıq pakiz muhit qığın dep. Uyan qoysammı, qana deymiz, mesela kiyimlerim bir tal halqamni öydün tuqasam, yen birinci uysun, apa deyip, apa ekeppe, palay eke, dada ekeppe, şıqılıp, Bəzən oylab qalmavi, atanam bolmuş qandaqına Xuday meş qandaydan bir atanısını ayrımsın deb gitmə. Bək qollaydı atanam. Şularning o'zini başta qo'llamdi. Shu aktyorliknima? Uni texim bək qollaydı. Məsələn, ilqi ish qilib texi aktyorlikdan sat apamchi texi bo'si balam lapar o'ynab baqsan, appa, bu ovozimda yo'q gaqma, men modellik musobaqalarga qatnashtirib baqa uydagilarcha shu apam berib o'z tizimlatib balam şarayetinin yarbas. Qıqdayla şu sen hamini müsənətinin içigitki bir kəsbə kirdin. Sen kirgenkin sana şarayetinin yarbasa, biz qollayımız neymi bolsa, iş qılıb fursat bolsa, mən işini qıb baqqın deb, aşında naqş etquzum paq deyib bir məzgil meni apırıb degen naqşlarını etquzub, ləpər oynasan bulti, arzu armini yapamın, bir ləpər oynab çıxsan bulti debçi. Ədim filmlərə çıxsam, şunda xoşuldum, şıqetdim, filmnin işini qandavla, yolduşum, unamı, o bu desem. İşlemaydı balam bizdeyimiz, çıqqıdaklar sos çıqqın balam sin bir adam etib, mayra muştunğu düşdü deb, sin izləb kəməklə özüsünə örümtağını, çoxum çıqqın deb, öydüklərcə şıqıb bək qollaydı. Tanlarınız selamet olsun. Rahmet. Sizga rahmat. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Sizning yo'ldoshingiz Abayatning Shenzhenda dedingiz. Unda bu sizlar qanday tanishgan? Isıl. Biz uyan qo'yg'ul bag'an. Uyan qo'yg'ul berib, o'chaqda yo'lchim aşağıda ishlaytga. Biz ilqi tamoq do'stlarim bilan tamoq chiqib, do'stimning do'stining do'stiga. Şu yerda tanışqan, do'stib o'tib shu yurib degandek, to'y qilib degandek shu. 4 yil yurdik, to'y qilib 5 yil oldi, 9 yil oldi tanishqili.
Mayrada meyla olduq baxtli oilangiz var ki. Hem de mening bundan keyin qanday orzu armonlaringiz var shuni bir bilgim bor. Bundan keyin shu kasbimni qilib abay degandek mushinchi kiyaga aran akagandikin bunimi tashlab qo'ymagan asosda bo'lsa hamda oilam uchun jiqroq vaqtimni chiqarsam ki bundan keyin balamga yana bir amra bo'lsa bir bala shuni bilan bir mushbaxtlik oilamni qo'g'dab ketalsam imdaymiz hamda hozir biz ikki taraf turyapmiz yo'lchimishimizcha ham bo'lsa shu turmushimiz birga ekab shu baxtli oilamiz bilan oilamga jiqroq vaqtimni sarf qilsam ki deb arzu armanim birdan bir arzu armanim shu Balduroq oilalarning jam bo'lishini tilayman. Yana bir narsa so'rag'im kelyapti. Siz endi miyadagi filmlarga, diyorimizga filmlar qatnashyapsiz shundaqmi? To'xtab qolmadingiz. Endi masalanga sirtdagi Bollywood degan yerlarga berib, mumkin. Ashada berib bor. Kino ishlashni o'ylashmoqdingizmi? Unda xayollan baba, ham ishkirninkiga bir ish qaytam badim. Ama bek asosiy rol bo'lmasam-mu, ilqi. Rolim bek chiq emas, masalan. Ashunda bir ishkirning filmlarga badim, bir ishki filmga. Ama onda siz degandek Bollywood. O'ylaga ularni o'ylashmadim. Bo'ldi, mishadiki shu o'rnim bilan mishadagi ishlarimni davomli yaxshi olib keta olsam, mishadagi o'rnimni texnik yaxshi tiklasam, rozi. Masalanga siz bir kuni atdiganda kirim qilayotgan vaqtda telefon keldi, ha? Qarasangiz tanmaydigan bir nomer. Telefonni oldingiz. Hi, how are you? deb Bollywooddan bir filmga sizni taklif qildi. Kelib qatnashpa deb bir filmning bosh rolligiga sizni taklif etdi. Siz shu vaqtga hissiyotingiz qanday bo'ldi? Masalan, qanday bo'lar? Onu hamda albatta bek oyajonib ketdim. Qanday masalan to'g'rab bering, ha? Bu yerda rolog'izmoqchi bir ko'raylik. Buga aram bir ruxsat so'rab chiqqandim filmdan bu yerda rolog'izmoqlar. Shu bek oyajonib ketdim. Bek oyajonib ketdim. Masalan shu qanday Yo'q, bek chiqara ketmayman. Mening mijozim unda bek xililqin. İşmeyeceğiz bence. Ben xili işmeyeceğiz şuna. Onda bek ayazinim tip onda teşiğe vaqrab jaqrab beşimga keymeme 30 yaş 40 qalay degan. Biroq şu bek xoşular. Agar onda qolsa cho'qim bek xoşulmam, shu fursatni qo'llanmaydim. To'g'ri. Anındaki yana biri abay dedingizga men rol og'izmanglar u bu deb rol og'izmasak bo'lmaydi. Yo'q, unda qilmanglar. Yo'q, unda qilmasak bo'lmaydi. Naq maydonda cho'qim bir köz bersizda hamda talantingizda o'zingizda qobiliyatni shundami bo'ladi? Yo'q, men abay men masaj beray bo'ptim. Men abay usluyindim-ku. Yo'q, u deganing muqaddimasi. Mu degan muqaddimasi. Ha, to'g'ri. Nimish qilmamdi? Rol o'ynaymiz. Nima rol o'ynayman? Masalan, bunda qilaylik. Naq maydondalam. O'ylaymiz. Javob test oldim, yig'ilganni. Yig'iltimiz. Shundami? Yig'iltimiz. Bunda qilamiz. Ben altken uxmayla kirishib nima qilamiz endi? Masalan, bir oshiq mashqning rolini o'ynab baqaylamadi. Biz masalan bunda deya bir xitim ayrilib ketib, qayta birga kelib qolgancho. Qanday gaplar bo'lsa o'zimiz keltirib bir yasab ketaylik. Men kasbiy aktyor emas, lekin masaj beradi otmanda. Shundami? Undasi boshlandik. Yo'q, to'xtab. Yo'q, to'xtab. Bunda qilsanglar bo'ldi. Rola kirib Mayra. İkimiz ayrılgan şu günden başlap hayatımdaki en çok azapның nemilikini esqandek bo'ldi. Mayli siz endilikda meni kechiring yoki kechirmang. Chin ko'nglimdan sizdan kechirim so'rayman. O'tmishdagi har bir o'tkazgan xatoliklarim uchun sizdan kechirim so'rayman. Men oxirida sizni o'tindiqnim. Burungi kunlarni unutib ketsangiz. Biz turmushni qaytadan boshlasak. O'tinay.
Hem sizden ayrılgandan beri kaçan yen qaytıp gelip meni izle. Kaçan yen muş sözlerini qıp bunundakin ki turmuşumuzun yen davamlıq belli bulduğunu. Meni yen burunqidek yaxşı gördüğünü. Menden ayrılıp qas bolmaydığını mağa dep saqlap. Ya siz özüm eğiz açamay bugün kör geldim. Beni geçirin Mayra. Ben vədi berey. Bugünden itibaren basqan her bir qadamlarım faqat siz üçün. Faqat siz üçün. Rahmet. Zıqlab da gepmay otur olaydı getdi. Shundaymi? Qarsam bek. Azroq gap qo'ydim. Barsam gap qilmaydi. O'zing kichik bo'lganda demak oson emas. Qarab dedim. Men odat uchun meni yesim cho'mish ko'zimdan yuradi. Bir odam menga Bizning eg'izimizda yaqin demoqchi o'g'lim. Masalan, nurg'un odam men odatda jafoga bek chidayman. Bek chidamliq men jafo mushaqqat kelgancha. Bir ishni qilma deyman, cho'qim qilma. Bir kuch gap qilma. Ammo turmuşda biraz men ching'roq ovozga gapirsam, pong etilib yig'layman. Ching'roq ovozda gapirsam, eqib turaman. Ammo mush ekranni akildi. Aparatni tiklab mayra yig'lang deganki chiqmaydi bu yosh, faqat chiqmaydi. Menichu ashiriqi pul degan shundan astimidi yig'ilgan yerim bak esinglar qapti ekan-ku. Yig'layamay Arslankam degan xapulab oxirgi gap. Ukam, ketamsiz, ketmamsiz degan. Men osh kun ashirolni apoplam Urumchiga yenib keldim. Kesh bir e'lonim botdi ishlaydigan. Shunda aldiratdim. Aka tez avtayli. Men avasik men ketib men Urumchi saqlab deb degan. Shunda aldiratib, ya chiqmaydi u yosh. Ahirmay. Nimanda qizalasiz? Ularmi rejissorimiz bizni xastan xapamaydi. Endi shu vaqtki bizning kayfiyatimizdan shu yosh chiqadigan akap, endi bo'lsa ko'rinish yaxshi chiqsa deydi-da shu. Qanday qizalasiz? Qanchalam saqlayotdi? Chiqamiz aeroplanga. Bir degan o'jon. O yosh endi shu kuchada ko'rinishni appop Urumchiga aeroplanni tushkicha mushu yig'lab. Elqi Efrananing balkim ko'rgan bo'lsangiz mumkin bir 100 mayning e'loni bor. Ko'zimdan qetib kesib qo'ygandek bunda chiqqan. Ash kun yig'ilganim uchun ko'zimdan qetimda yo'g'ina ketdi. Kech ishlagan ash kun qaytib ketdi. Ashundaq yig'ib tas chiqadi hozir men muzik qo'ypasa. Hissiyatga ketdi. Yana bir qitim rahmat sizga. Programmamiz buningla bilan tugab qolmaydi albatta. Yana eng pechat bir bo'lik qoldi. O'yin o'ynaydigan. Voy men unda deb ekemegan. Bu o'yinning qoidasi mundaq, men deb beray. Siz quloqqa tingshig'ich taqaysiz. Tingshig'ichda pek yuqori ovozda bir muzik chiqadi. Muzik chiqadi, atrofdagi hech kimning ovozini anglamaysiz, shovqinlarni anglamaysiz. Men bir gapni eg'zim deyman. Palanchida. Siz eg'zimning shakliga qarab nima deyotganligimni topsiz. Lekin bilamadim, tong deyishga ruxsat yo'q. Cho'qqan siz nima deb o'ylagan bo'lsangiz, o'zingiz do'rab ashun deysiz. Buni topqil bulgandek emas. Topqil bulgandek. Unda boshlamdi. O'yinni qaysi shu? Menda siz topsiz, men topaman, ikkala almış o'ynaymiz. Menmi demdim? Sizmi deysiz? Birga bir bo'lmasa bo'lmay qoldi. Qanday gaplarni deysiz? Mayli, qanday gap bo'lsa 3 bo'g'imda eshib ketmaydi. So'z. Söz. Cümle deversek tapılmaydı. Söz. Biraz başlamdı. Muzika. İkincisi. Ay patem. Biwapa. Dang. Ni mau isong sindang. Biwapa. Mayao ba? Tapamı dia? Qaytib başqa birisini deyman. Ya men beklam 3 bo'g'im bo'lmadi ba'zi. Biwapa. Unda olsa da ya. Chiroqchi. ตัวตา Chiroqchi. ชิรักจี Chiroqchi. ชิรักจี 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 ชิรักจี
Yo to'xtamayman. Xudodan bir gaplar ya. Abay maninkilik muzik vat dedi. Hozir tekst chiqib qolgan ila. Shu to'g'ri. Abay, men bika. Yo'q, Ha. Oui. Chiroqchi. Topamidi ham? Bo'lmadi, topamidim. Ikki eng oxirgi birsi juma. Eng oxirgi birsi. Opera. Ha? Opera. Tegedi. Amman deyma, asli. Opera. Telefondan boshqaraymi ya? Ha. Şunga çıktı ya. Akara bu şey koyup diken bana mısın? Pek çoğup gitti. Güzel. Güzellik. Doğru mu? Avazım tükettim ha tohtala. Digente bildim. Ha. Muhabbet. Muhabbet. Tipol bu. Nadarlık. Eselçi mi? Nadarlık. Kırkız. Nadarlık. Sakçı. Boldu ya bir nuftadınız ha. Değiş olmaydı diyen qoy ben demey Kız kaldı mı? Ha. Yo'q. Yani iş kız kaldı. İkisi kaldı mı? Üçüncü. Ben neçin taptım? İşkin taptım ha? İşkin tapdınız üçünün ha. Siz mi işkin tapkan o? Ben üçün tapdım. En ahırsını deyip bağındım ha. Ha. Tutursuz. Çayxana. Satraşxana. Doğru mu? Çayxana. Saçxana. Boldu iş qaytım fırsatadık diyemdi ya. Demeyimiz diye abaytım meni. Mında depsasız bulmaydı diye. Diyemediniz. Hemen diyemem. Çayxana dedim ben. Satraşxana. Onda olsun içinde çürük etti. İşkin xatadınız, işkin toğurdunuz, en birisi qaldı. Üç boğumda işkes bulmaydı. Bana. Generator. Kakuk. Kakuk mu? Generator. Sahu. Abi en bir fırsat vereyim generator. Chicago. Boldu, fıttadı. Papamıdı. Mukabbat Nimeti. Generator. Ojo oşunda mı geplendi? Tamaş valla tapdı. Ha. Kim taptı aşketne? Ma mukabbat tadı. Mukabbat bate. Pati. Ha, bate. Yüzgü hombok. Ben yandım ha. Siz yandınız. Asli ben sizni yeni verip yeni bir narsa qozmoqchidim. Ben qozayman. Ba'zi vaqtda uftag'anlar numri o'rilsa, ba'zi vaqtda uftag'anlar o'rilaydigan menda bir ishlar bor-da. Ha, men unda ishlar uchrab baqadim. Bugun uchranga, bir uchrab qo'yaman. Faqatma. Ben shu ishlardan qilmaydi deb tutqan tursa, ishlardan uchirmaydi. Ma'qul. Sizni vatansizlik qo'ymay unda bo'lsa. Siz bilan paranglashib bugun sizni texnik tushunib oldim. Burun bildim, mayroncham-kanda deb u yerlarda ko'rsam, voy deb o'rmitim bordi bugun texmo siz bilan sirdishib, yaqin oraliqda erkin azod paranglashib, sizga bo'lgan o'rmitim yana bir palampay ochdi desam bo'ladi. Misha o'ltagan tomoshabinlar hammanglar menga o'xshash qo'dayman. Rahmat. Rahmat aka, vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashmoqchi. Bek afsus. Oxirida o'zingizdan deydigan, ekran oldidagi maslahatlaringiz deydigan yurak so'zlaringiz bo'lsa tavasingiz. Menchimi shunday yaxshi, bundan burunmi misha ziyoratlar bo'lgan, qatnashgan. Bu maqitda mencha o'zim shunda erkin paranglashdim deb o'ylayman sizlar. Jiddiylashish bo'lmadi men shaxsanchi. Ilqamiz shunda turmushlik savollar, ammo tomoshabinlarimiz shunda kuch berib men bilan. Shunda yaxshi bo'ldi. Endi meniki oxirida rahmat musha bir yaxshi ziyorat qilganingizga, o'rlashib turganingizga rahmat. Endi mening tomoshabinlarga, inandikin ekran oldidagi ko'rmanlar deydiganim, men endi bo'lsa bundan keyin shu xalqning yana umidini yerda qo'ymay, endi bir musha bir usulchi qizimiz botdi, ismi Mayramu, nima davatgan bo'lsa, men davomli baldaq ilgirlab, Mayra, usulchi Mayra shuka deydigan akagicha
Bo'lsa, shu o'ringa chiqqicha, shu tirishayotgan qadamimni hargiz bo'shatmayman. Bundan keyin mayli o'zimning usul sohasida bo'lsin va yoki aktyorlik sohasida bo'lsin, cho'qim tomoshabinlar yaxshi ko'radigan, tomoshabinlar mendan kutgan yangi usul asarlarni, yangi agar filmlarga fursat bo'lsa, yangi obrazlarni yaratish uchun tirishaman. Rahmat. Ham tomoshabinlarningmi, shu ekran oldidagi ko'rinmalarningmi, xalqning bo'lsa menga davomli qo'llashini, menga madad berishini umid qilmayman. Rahmat. Cho'qim qo'llaymiz shunday vallah. Bu kim o? Mayra Ahmad. Kim o? Rahmat. Programmamiz kapaginingizga ham bir qitim ko'p tashakkur. Rahmat sizga. Bundan keyingi san'at ishlaringiz mukammal bo'lsin. Rahmat.